boshladim. Mahallada tanishim bor, ismi Olim. Oddiy bitta ishxonada oddiy xodim. Qancha mashina olasan desam unga, pul yig'maman deydi Camry 3.5 ga. Undan ko'ra sotib olsangchi Gentra Pro 5. Qora rangli 13 mingga Gentra Pro 5. Mahallangda chuqurlarga tushganingda. Eski mashinalarni ham olib kelib topshirsa bo'ladi, topshirib ketishyapti ham. Faqat ularni ana bermayapmiz, bo'lib to'lash o'zini puliga bo'lib to'lashga odatda. Qolganlarni bemalol bozor kuni keling, bozordan kirib chiqib, keyin bizdan kelib mashina tanlasa ham bo'ladi. Farqini sezadi. 23 million bilan ham chiqarsa bo'ladi Hayot bankdan. Qarang, yana tayyora kimgadir kerak bo'lsa, mana propan qo'yilgan 2022-28 ming yurgan. Bu ham 18 million 600 ming bilan chiqyapti, 3 million 700 mingdan oylik to'lov chiqyapti. 3 million 700 dan. Xuddi shunday. Ko'pchilik aytadi-ku, dokumenti bizning hisoblanadi. Kim hisobidan bo'lmaydi, dokumenti o'zini hisobidan qiladi hamma. Kim mashina olsa, avtokreditga, dokumentga hamma narsa o'zi to'laydi. Kuzatib boringlar. Bu narsani biz yana yo'lga qo'yamiz. Balkim keyingi oydir, balkim undan keyingi oydir shu narsani yo'lga qo'yib boshlaymiz. Unda Akmal aka qolganlarga ham shunday yordam qilasiz agarcha yetmay qolsa. Farqi yo'q. 3 million 5 milliongacha yetmasa 5 kun mumkin qarab turish anonimiz bor, bemalol. 80 million, 90 million, 100 million puli bor odamga men kredit tavsiya qilmayman. O'sha 80 million, 90 million mashinani o'zini olib minichaversin. Osiyo avtokredit kuzatuvchilari uchun hozirgi videomiz Osiyo avtokreditdan bo'ladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men doimgidek Qanishir. Bugun 16-iyun, iyun emas, hafta kuniga dushanba Osiyo avtokreditdan navbatdagi video obzorimizni olishga keldik. Xo'p, videoni birinchi marta ko'rib turganlar uchun manzilni aytib o'taman. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahar, Nasaf avtomobil bozoridan shuna o'tganlaringizdan keyin to'g'risida Osiyo deb strelka bilan ko'rsatib qo'yilgan do'stlar. Bemalol kelaverasizlar. Xo'p, videomizni doimgidek Ismoil aka bilan birgalikda boshlaymiz. Assalomu alaykum, yana bir bor. Assalomu alaykum. G'anshir. Assalomu alaykum. G'anshir. Avto boyagi G'anshir Uz, Osiyo avto obunachilari. Havo ham zo'r, issiq bo'lyapti. Shunday, zo'r issiq bo'ladi haqiqatdan. O'yin oyi. Mashinalarimiz bor, mana ko'rib turibsiz. Gentra, Cobalt. Bular eskilardan ham bormi aka yo yangi kirganlarimi? Eskilardan ham 2,5 bor, lekin yangilanib turibdi-da. Yangilari Ha, bor. endi har doim obzorga bitta mashinadan lentani aylantirib o'tmaymiz-ku. Shunday. Yangilik qilib turamiz. Endi bitta ikkita oldingi ostatkalarim ham kirib qolsa, endi kimdir u narsa past qilinmaydi-da, mana qarang, yangiliklar faqat. Faqat yangiliklar. Ha, yangiliklar. Biza eski mashinalarni ham olib kelib topshirsa bo'ladi, topshirib ketishyapti ham, faqat ularni ana bermayapmiz, bo'lib to'lash O'zini puliga bo'lib to'lashga odatda yo'q. Qolganlarni pullarni vaqtiga olib kelib berishsa, keyin yo'q odamlar ham foizsiz o'zini puliga bo'lib berish boshlanadi. Keyin Damas mashinalar o'zini puliga to'lib bo'lib to'lab berishga avtosalon orqali qilib beramiz. 50% to'lash kerak. Ha, uni ham ichkariga o'tgan safar ham tushuntirdilar tartibini. Keyin O'zbekistonga ishlab chiqarilgan mashinalarimizni qilib beramiz. Hisoblab ham olamiz eskilarini. Bo'lmasa bugun boshlaymiz. Qaysi joydan boshlaymiz aka? Qaysi mashinadan boshlaymiz? Gentra ko'rsatamiz, Cobalt ko'rsatamiz, Nexia 3 ko'rsatamiz. Bugun shu mashinalarni ko'rsatib chiqamiz. Damaslar o'zi Onyx bilan Tracker qatoriga qo'shilib qoldimi? Ha, endi Damaslarni ko'rsatmay turamiz. Damaslar o'zini puli bo'lib qoldi-ku. Shunday. O'zini puliga bo'lib to'lashga ham imkoniyat bor. Pastga nomer qoldirib ketiladi. Qiziqqanlar Telegram bilan Instagramda ham kuzatib boringlar. Kunli yangiliklarni qo'yib boramiz. Shunaqa. Biz endi masalan oldindan tayyorlanmaymiz. Har doim aytib boraman. Mana hozir men 1 soatlik kutib qoldingiz yana. Boricha bitta kadrdan shunday ko'rsatib tushuntirib o'tib ketamiz. Uzib, kesib, Ha. to'g'ri gapirib qo'ydik, uni Ha, qilsa yo'q. yo'q. Boricha, joydoricha. Keyin bitta Onyxdan boshlab ko'rsatib ketamiz. Onyx 3 bu. Mexanikani oxirgi pozitsiyasi. 33 ming probeg. Benzindan aka bu. Benzinga turibdi mashinamiz, kraskasi top-toza. Tan baholari yozilgan. Biz hech narsani yoshirmaymiz, boricha aytib chiqamiz. Tan bahosi keyin mana 146 yozilgan ekan. yili 2023 19 million 500 mingga chiqadi bu. Bular 18 bo'lsa 450 ga chiqadi, 19 bo'lsa
Tak 18 3 yillik, 19 4 yillik, 20 20 dan yuqorisi 5 yillik. Shunaqa. Bu 19 million 500 mingga chiqadi. Kapital bank orqali 4 million 400 mingdan oylik to'lov chiqadi. Hayotdan ham pashti shunday chiqib ketadi, shuning uchun hayotda aytayotmayman bunga. Deyarli bir xil. Bir xil. 500 ming so'm kam chiqishi mumkin. Borinki 1 million kam chiqishi mumkin. Hop, jentaralar. Endi birin hisoblab aytaveramiz. Mashinlarimizni. Mana qora jentiralarni ham ko'rsatuvdik o'tgan safar ya. Mana bu safar endi Darkman Blue rangidan. Bu Darkman qoraga o'xshab turibdi bu. Ha, shuni aytmoqchi edim. Hozir kimdir qora deyotmasin, bu Darkman Blue rang. Mashinamiz probegi ham kamroq. 2023 14 ming yurgan. Orqalari bilan ko'rsatib o'ting. Avtomat bezluk ekanda bu. Ha, bezluk, avtomat, ABS hamma narsasi bor. Pachka holatga turibdi. Mana orqalari qiziqqanli. Endi ko'p bizani sizni kanalingizdan ko'p musofirdan ko'rishadi. Mana hozir ham ko'rdingizki, Surxondaryolik aka kelgan. Bugun bir kun mehmon bo'lib qoladilar. Ertaga hal bo'ladi, xudo Ha, ertaga hal qilib beraveraman. Gentramiz 26 million pulga chiqib ketadi. 5 milliondan oylik to'lov chiqadi. 5 milliondan oylik to'lov 25 million bilan chiqadi. Bu avtomat bezluki, ABSlari hamma narsasi bor, magnitofonlarigacha. 23 million bilan ham chiqarsa bo'ladi Hayot bankdan. Qarang. Yana tayyora kimgadir kerak bo'lsa, mana propan qo'yilgan 2022-28 ming yurgan kraskalar top-toza. Tonirovka ruxsatlari bor. Rangi JK rang. JK2 mokrega deyiladimi shunaqa? Shunday. Buni kuzovi 23 faqat. Ha. Kuzovi 23. Mana hozir operator kuzovini ham ko'rsatadi. ABS, luk, bezluk bu. Bezluk. Bu ham bezluk. Mexanika? Mexanika. Ha. Avtomatga xayolim ketdi. Monitorlar qo'yilgan. Tak, buni qarang, G'ansher. Buni 18 million 600 mingga chiqaramiz. 18 million 600 ga. Ha. Oylik to'lov qancha? 4,5 milliondan chiqadi. 4,5 dan chiqadi oylik to'lov. Hayot bankdan ham shunday chiqadi. Endi Luchi kapitaldan olganlar ma'qul. Moshin mexanikalarimiz juda tiniqlari kelgan. Qarang, diskalar qo'yilgan, Amerikanka originali turibdi, optera stoplar qo'yilgan, tonirovka ruxsat. Pakalena propan. Ha? Probeg ham 28 ming Gentra probeg hisoblanmaydi. 145 yozilgan. Yana kami bo'ladi. Buni endi qiruch qilib hisoblangan bu yerga. Yo'q, qiruch. 2 million o'tib hisoblangan ekan. Qancha hisoblangandi? 45 yozilgan ekan. 45. Qarang. 2022 oq svet xohlashganlar metani bilan 34 ming yurgan. Orqa bagajlari bilan salonlarini ko'rsatib chiqing. 543. Tayyor, balonlarigacha tayyor turibdi. Metani bor. ABS bor, mexanika. Qarang, hozir mana bu yoqqa salgina ana bo'libdi. Buni 15 million 600 ga chiqarsa bo'lar ekan. Uchta. Narx almashib ketdi. Ha. 15 million 600 ga JK chiqaramiz, 18 million 600 ga buni chiqaramiz. Oylik to'lov bir xil chiqadi, 4,5 milliondan. 4,5 dan buni bosh to'lov 15 million bo'ldi hozir. Ha, 15 million 600 ga chiqarib beramiz. 15 million 600 ga bu 18 million 500. Xuddi shunday. 15 millionga chiqarib beraman shuni. 15. Buni 18 millionga chiqarib beraman. Bu 15 millionga 18 Bu million. 18 million. 4,5 dan oylik to'lov. Sal adashib ketgan uchun yana 600 ming so'm skidka qilaman o'zim. Qarangki, bitta avtomat ko'rsatamizmi? Avtomati bo'ldi. Qorami aka? Ha. Men yana bitta narsa o'sha kun o'qib qoldim-da. Qimmat-qimmatlarni ko'rsatib, arzonni ko'rsatmayapsizlar deyishyapti. Tanlab ko'rsatib. Yo'q, naborot, yengilroq chiqadiganini ko'rsatamiz biz. Ha. 2020-21 avtomat korobka. Tan bahosi 150 million so'm. Metallari bor. 150 million so'm. Buni endi hozir Metani bor. ha, buni yigitlarimiz juda skidka qilib chiroyli qilib yozgan. 145 million so'm tan bahosi. 5 million o'tib berilgan. Ha. 22 million bilan kelasizlar, chiqaramiz. 4 million 300 mingdan oylik to'lov chiqadi. Kraska toza. Xohlasanglar 20 million bilan ham chiqarsa bo'ladi. Deyarli mexanikalar bilan bir xil bo'lib qoldi hozir. Mexanika puli avtomat kimgadir kerak bo'lsa. Ha. Kraska toza, original amerikankalar qo'yilgan, metallari bor. Tayyor.
Tayyor mashinamiz, lekin bu ham zo'r. Ventilatorlar qo'yilgan. Jentralardan bir ko'rsataylik. Keyin mana shu jentramizni ham ko'rsatamiz, mexanika. Balonlar, gazi. Avtomat diskalar qo'yilgan. Avtomat diska qo'yilgan. Metan ustanovka qilingan 4-pakalikni 95 ming yurgan 2022. $12 million 600 ming bilan kelishsa chiqarib beraman. 12 million 600 ga bu. 4,5 milliondan oylik to'lov chiqadi. Bagaj qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Monitorlar qo'yilgan salonda, tayyor mashina. 12 million olib kelishsa ham mayli qilib beraman. $1000 ham emas. Qarang, bo'lmasa mana shu yerdan boshlaymiz. Tobutlar o'tamizmi? Tobutlarga o'tamiz. Gentra avtomat lyuklilar kerak bo'lsa ham mana turibdi. Avtomat lyuk qora ekan. 20, 21, 22, 23 gacha bor. Bu oldingilarmi yo boshqami aka? Oldingidasidan bitta qolgan. Bittasi boshqa. Ha, bu yangisi kelgani, buni obzorga yozishmabdi. Hop, kelishsa Weber bor ham. Ha, telefon qilishsa ham muammo yo'q. 748. Yana bir qarab, anav qilaman-da. 2020 127 million so'm 125 xil o'rilgan. Metallari bilan 748 nomerga turibdi bu. 120 million avtomat Cobalt. Ha. 125 million so'm. Ha, 125. 125 million so'm. 125, ertaga kelib yana 120. Gap uchun javob berish kerak ertaga. 13 million 600 mingga 4 milliondan oylik to'lov chiqadi. 4 milliondan oylik to'lov. Ha. 5 yilga. Xohlasa 9 million pul bilan kelishsa ham chiqarib beraman shuni. 9 million pulda berishadi, nomer taqib haydab ketaveradi. Ha, 9 million pulga ham chiqadi. 817 miz 19 million 600 ga chiqadi. Bu 2021 100 ming yurgan, 105 ming yurgan. Tam bahosi 128 million so'm. Buni ham juda skidka qilib urgan lekin. Buni tam bahosini bilan qiziqadiganlar tam bahosi 123 million so'm. 123 million so'm. Buni tam bahosi. Oylik to'lovlarni aytay endi. 3 million 700 mingdan oylik to'lov 19 million 600 mingga chiqib ketadi. 19 million 600 puli chiqmasa agar 11 million 500 ga ham chiqarsa bo'ladi. 11 million 500 ga ham chiqadi bu. Chiqadi. Qancha endi ko'p kishi telefon qilyapti-da menga. Sizdan ham men nomerimni so'rashyapti-ki. Shunday, men o'zimdan so'rashyapti, sizning nomeringizni bering. Bosh to'lovsiz chiqarib bering deb ko'p kishi so'rayapti-da. Men bosh to'lovsiz ilojisi bor, lekin chiqarib bera olmayman deyapman. Bosh to'lovsizga qiziqishni tavsiya qilamiz. Mana shu mashinamiz ham 122 million so'm. Endi menimcha Gentradan ham Cobaltdan ham arzonlari ko'rsatilyapti. Imkon qadar bundan arzon topish qiyin baribir boshqa joyda. Bu ham 18 million 600 ming bilan chiqyapti, 3 million 700 mingdan oylik to'lov chiqyapti. 3 million 700 dan. Xuddi Oylik shunday. to'lovi. Keyin qarang, hozir surxondaryolik mehmonimiz mana bu o'tgan safar ko'rsatgan Cobaltimizni ko'rib turibdilar. Aha. Faqat sal bitta ana ozroqgina srochka deydimi, kechikib to'langan nimalardir bor chiqib qoldi. O'shani to'lab kun o'chi yongandan keyin toza bo'lib ko'rinadi. U uchun kun o'chi yonish uchun bir kun o'tish kerak. Bugun mehmon bo'ladilar, hozir ichkariga joy namoz ana ularni ko'rsatdim, namoz o'qib oladilar. Bugun mehmon bo'lib qoladilar. Shunday. Mehmon bo'lib qoladilar. Qashqadaryoda mehmonlar. Ha, o'zi Toshkentga ham borib salgina bir ishlar ana bo'lmay qaytib kelgan ekanlar. Noumid bo'lib. Endi qo'limizdan kelgancha qilib beramiz. Yana bir ikkita bonuslar, endi gaz qo'yib beramiz dedik. Qilib beramiz bu kishiga. 26 million pul bilan chiqib ketyapti bu. Yana skidka qildik, shu 24 million. Bu hozir 24 million pulga chiqib ketyapti, 3 million 700 mingdan oylik to'lov chiqadi. O'sha bo'yla sotildi hisob bu. Ha, endi bu 2021 mexanikamiz. Hozir ma'lumot o'rnida Ha, aytib o'tdik hozir. buni ham aytib o'tdik. Bo'lmasa bir boshdan Nexia 3larni yozilganlarini ko'rsatib o'taman. Nexia 3. Eng talabgor mashinalardan bo'lyapti hozir. Bunga ham $100 baraka olishibdi. Hozir buni ham aytib o'tay. Bir xuddi o'shanda nimasi bor? Mexanikasi chiqib qoldi. 2020. To'ladimi? Bitta kun. Buni ham bitta aytib o'tib ketay baribir ham endi shuni oldi. Chiqardi aka. 27 million pulga 3 milliondan.
18 million pulga ham chiqarsa bo'ladi. Oylik to'lov 3 milliondan. Oylik to'lov zo'r bo'lgan ekan. Tan bahosi ham 111 million so'm. Endi mashina holati yaxshi. Ha mayli, kimgadir nasib qilgani bo'ladi. Nasib qilgan. Tak bir boshidan ko'rib boramiz. Mana bu ham yozilgan. 2020 tan bahosi 103 million so'm. Tan bahosi. 102 qilib beramiz buni. Yana ham 1 million tushirib, 20 million pulga 3 milliondan chiqadi oylik to'lov. Agar yo'q, 20 million pulim yo'q deysa, mana mashinamiz turibdi. 11 million pulga ham chiqarib beraman. 11 million pulga ham chiqib ketsa bo'ladi. Bo'ladi. Gazlar qo'yilgan 2020-yil tayyor mashinamiz. Bitta iPhone ham pul emas. iPhone telefon nima kerak? Necha pulga? 906. 906. 22 avtomat. 24 million pulga chiqadi, oylik to'lov 4 milliondan chiqadi buni. Avtomatda. Avtomat endi sal qimmatroq yuradi. 140 yozilgan ekan tan narxi. 2022 138 million so'm. 138. 19 millionga ham chiqarib bersa bo'ladi buni agar ja bo'lsa. Gaz qo'yilgan. Oylik to'lov 4 dan yuqoriroq chiqadi. Balonlari ham yaxshi turibdi, xullas haydash. Mashina zo'r, udar. Motorlar bulonba turibdi, holati zo'r. Xarajat qilmaylar, 4 ta yo'lka balon turibdi. Endi operator ko'rsatib ketyapti-ki, Ha. juda mashinani maqtamayman. Toza mana yozilgan, senniklari dor ko'rsatyapti, 46 ming yurgan, 4-pakalini metan qo'yilgan. Bu yerga kraskasi bo'lsa, даже kraskagacha yozib qo'yiladi. Pitnasi dor yozib qo'yganmiz. Ha. Agar pitnasi bor bo'lsa-da, Fitna bor deb yoziladi vaqtda. ha, mashinaning holati, orqa qismi bu. Zapaska. Bu endi hozirgi mashinamiz 2020. 967 2021 ekan. Bir kurik yurgan. Ha, 100 ming yurgan. 25 million pulga chiqadi, 3 million 300 dan oylik to'lov chiqadi. Tan bahosi 115 million so'm. 100 milliongacha bo'lgan mashinalarimiz bor bizning Nexia 3larimiz. Farqi yo'q. 90 million endi kraskasi bo'ladi yig'ib ularni. Ha. Shundayda. Hozir yana bitta Nexia 3 ko'rsatamiz. Mana bu yerga turibman. Yigitlar ko'ryapti. Motorlar chiqsiz. Bu ham holati zo'r. Nexia 3 dan Viber ko'p e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Shunday. Ha, avtomat korobka. 2020 avtomat 60 ming yurgan. Hop, metan propan bor ekan bunda. 178 ekan. Nomeri. 29 million pulga 3 million 400 dan oylik to'lov chiqyapti. 29 million pulga chiqibdi bu. Ha. 3 million 400 dan oylik to'lov. 20 millionga ham chiqarsa bo'ladi agar. Propanlar qo'yilgan, tayyori. Qanshirni o'zi oldi oxir kamera. Ana shunga qilib qo'yilib, Tabletka propanlar. propan qo'yilgan. Keling, ikkamiz zo'r ko'rsatayotganmiz. Spark. Bitta Sparkchi ham ko'rsataylik. Spark so'raganlarga. Benzinga. Zapaska. Mana Sparkimizning holati 2019 450 ga chiqadi. Chokosvet. 88 million tan bahosi. Mashina holati zo'r, chokosvet. Salom. Sparkimiz 19 millionga 2 million 900 dan oylik to'lov chiqadi. Qarang, bitta Damas har doim ko'rsatadi. Endi Damaslar bunday ana bo'lib qolgan, endi Damaslarni ham ko'rsatmadi degan gap bo'lmasin. Shunday. Mana Damas 2022. Mashina tayyor. Balonlar qo'yilgan, oyog'iga yumshoq balon. Mashinamiz adashmasam Asad propangami deyman, ha? Propanga 38 ming yurgan. Mana ichki holatlarini ham ko'rsatib o'tinglar. Kraskalari top-toza. 18 million 500 mingga chiqarib beraman, 2 million 500 mingdan oylik to'lov chiqadi. 2 million 500 dan oylik to'lov. Xohlasa 12 million pul bilan kelishsin ham chiqarib beraman. Damas tayyor mashinamiz. Ha, bu endi 50% ga pulimiz yo'q deydigan odamlar uchun. Ha. Kimgadir agar shu mashinani o'zini garajga qo'yib, misol 50 million pul bersa bank, 50 millionni 1 yilga 7 million qo'shib qaytariladi. 6 million 800 7 million qo'shib qaytariladi. Endi hammani ham masalan naqdga oladigan, birinchi hojatga naqdga olinglar deyman. Bo'lmasa mikroqarz. Bo'lmasa mana avtosalon birlamchi. Ha. Birlamchi 100 millionga 14 million qo'shiladi. 13 million 600 ming qo'shiladigan banklar bor. O'shalardan qilib beraman. Masalan, kimdir o'zini biznesi bor, masalan 50 million pulga 7 million qo'shilguncha unga vigidni. Chunki 50 million pulni
masalan 65 million qilishi mumkin, 70 million qilishi mumkin u bir oyga, u Ko'proq 80 million qilishi mumkin-da. Hammaning har xil biznesi bor-da. Kimgadir qulay. Mikroqarz olinglar, bo'lmasa ikkilamchi. Shunaqa. Bo'lmasa birinchi ochishga naq olinglar deb qolaman men любой kishi. Kelsanglar, masalan, qo'limizdan kelgancha naqdgan ham sotib turibman mashinalar. Mana shu yangiliklar endi boricha ko'rsatib chiqdik. Agar kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Egilgan boshni qilish kelmayapti. Shunaqa. Qolgan yana ham bir lamchini o'zini puliga Damas'ni bo'lib to'lashlarni yana bitta tushuntirib bersinlar, подписчиклар. Yangi kirib turganlar uchun yana bir bor so'rab o'tamiz. Ismoil aka, unda hozircha yozilgan obzordagi mashinalarning hammasini ko'rsatib bo'ldik. Ko'rsatdi-ya. Ancha 20 talardan ko'proq menimcha. 20 tadan ham ko'proq haqiqatda. Ko'rsatib chiqdik. Bugun chislo 16-o'yin. Sog' bo'linglar, podpiska bosib turinglar. G'anshir kanalidan. Aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Ismoil aka, yana bir bor assalomu Assalomu alaykum. alaykum. G'anshir yaxshimisiz? Rahmat, Zo'rmisiz? Assalomu alaykum G'anshir obunachilari. Charchamayapsizlarmi, tinchmisizlar? Keling G'anshir. Keldik aka, bugun dushanba kuni har doim yangi obzor olamiz. O'zi kelgan savollardan bermoqchi edim. Ko'pi oldingi savollar, keyin unaqa savol ham berishmagan. Nima deydi? Omad tilaganlar bor, Qimmat deganlar bor. Shunday hamma har xil fikrlarda. Endi kimdir qimmat desa, ya deb bilan tortishish foydasi yo'q. Ko'zi bilan kelib ko'rib, ag'da-bag'da solishtirib olsa o'zi yaxshi. Agar kimdir qimmat desa, bemalol bozor kuni keling, bozordan kirib chiqib, keyin bizdan kelib mashina tanlasa ham bo'ladi. Farqini sezadi. Shunday solishtirib ko'rsatsa bo'ladi. Bozordan, imенно bozordan 3 million, 4 million, 2 milliongacha arzon yuradi. Bu yerdagi naqdga ham. Naqdga uni qizig'i yo'q. Endi bozordan chiqquncha uyga yetguncha ko'p narsasi. Bu yerda javobgarlik katta. Qancha yurganiga, kraskasi hammasiga javob beribgina sotamiz. Shunda bu yerda shuncha odam ishlaydi aka. Har doim odam bo'ladi. Tip-tik tartib qo'yamiz. Bemalol xohlagan yer bilan, xohlagan paytda, xohlasa bozor, xohlasa misol boshqa joyda stenkasi kelib bemalol hisoblab tushirsin. Bilasizki, grafik chiqarib berishdan erinmayman. Kimdir grafikini menga olib kelish shart emas, chunki kimdir grafik bermaydi. Meni grafikimni xohlagan yerga olib borib tekshirib ko'ra olasan. Bar men oldimga grafik bilan chiqim kelmaydi, chunki grafik bermaydi. Ko'p kishi telefondan hisoblab beradi. Keyin bitta ikkitasi u deydi, bu deydi, baribir grafik chiqarib bermaydi. Menga uni qizig'i 7 ta, 8 ta, 10 tacha grafik chiqarib beraman. Xohlaganini to'g'ri kelsa, xohlagani bilan olishaversin bemalol. Shunday o'sha grafikdagi aytilgan, yozilgan narx bilan chiqadi. Xuddi shunday. Surpriz bo'lib o'zgarib qolmaydi. Yo'q, unday narsa bo'lmaydi. Damazda qanday bo'lyapti aka? Ketadi. Xo'p, Damazda ham bir lamchi ishlayapti. Rasrochka ham ochilgan. Rasrochkaga ham shu kuni ham 4 kishini chiqaryapmiz. Ketishgan hozir Rasrochkaga. Bitta o'zimning mahallamdan ham bir yigitga berdik Rasrochkaga. Zo'r. Bular 50% to'lab qolganini Rasrochka qila oladi. Odamlarga ancha ma'qul keldi. Ma'qul. Aka, endi Rasrochkaga teng yarmini to'lash kerak. Ha. Endi teng yarim pulim yo'q deydiganlar bo'lsa, ularga bir lamchiga qancha pul kerak bo'ladi? 38, 39, 40 shu atrof. 38-40. Endi hamma dokumenti ham ichib ketyapti-da, bu shu pulda Nomer ichib. taqiladi. Boshqa narsasi xarajat qilmaydi. Boyagi 50% to'lov qilinayotganga lishni yana dokumentiga ham pul ketadi. Tushundingiz? Nomer toqish, sug'urta, O'zim nomiga qilguncha qatnolib. 4,5 million gayi, 2 million sug'urta, 6,5 7 million, 8 millionga yaqin pul ketadi seran. Shu tarafi ham bor. Ha. Ikkilamchilarga qarab chiqaveradi farqi. Ikkilamchiga qarab chiqaveradi farqi. Ikkilamchiga hisoblagan paytda ko'pchilik aytadi-ki, dokumenti bizning hisobdan, hech kimning hisobidan bo'lmaydi, dokument o'zini hisobidan qiladi hamma. Kim mashina olsa, avtokreditga, dokumentga hamma narsa o'zi to'laydi. Kimdir men dedi, o'zi 2 million bilan misol mashina olib chiqib ketdim deydi, dokumentlarni pulini ham bular qilib berdi deydi, u ham yolg'on. Hech kim hech qaysi sotuvchi yonidan qilib bermaydi. Hech qaysi. Hammasi kimdir qaysidir nimadir desa, hammasini tayyor, kichkina tugunchalar sir yotadi. Bir lamchi qilib bergan odam misol oldi sotish qilib yozdirsa, oldi sotishi bepul degan.
oldi sotishini qilib beraveraman deydi. Qanday oldi sotishini? O'zi bepul sotib turib ketish kerak-ku. O'sha sir yotadi dedingiz, o'sha sirni siz o'tgan safargi videomizda ko'pini ochib Ya tashladingiz. menga uni qizig'i yo'q. Kim nima desa men to'g'risini aytib o'rgangan bachchaman. Hali birovni aldab yoki bir kuylarni to'shadan chiqarib olgan joyimiz yo'q. Nima bo'lsa to'g'risini aytinglar. Qanchadan chiqyapti, tan narxi shuncha bo'lyapti, shuncha pul to'lanadi, shuncha deb ochiqcha aytasiz. keyin Ochiqcha, odamga. ha. Masalan, osil mashinamda bunaqa Yo'q. O'z sharoiti to'g'ri kelmasa bermayman o'sha odamga. Taksilik qilaman desa imkon darajasida mashina bermaslikka harakat qilaman aka. Ukunizdan bukunuz battar bo'lib qolmasin. Misol oylik to'lov 4 million chiqadi, kimdir qo'li 2 million pul bor. Unga qanday mashina berib bo'ladi? O'zi 2 million puli bor. Oylik to'lov 4 million 5 milliondan chiqsa, birinchi mashina olishi bo'ladi. Taksi qilaman deydi. Taksidan shuncha pul topib bo'ladi, qancha? buni taksi qilib ko'rgan odam biladi aka. Ha, o'zimiz necha yil qatnadik Toshkentga. Haqiqatdan taksidan mashinani kreditini uzish juda qiyin. Ro'zg'or ham bayog'i o'zi yemaydimi, ichmaydimi, taksiga mashina charchamaydimi, radar tushmaydimi, ko'pda qisqasi. Misol keltiraman siz, misol keltiraverasiz. Odamzodni o'zi bilmaydi-da, misol qilayotgan xarajatingiz juda ko'pda, o'ziz o'tirib bir oylik xarajatingizni hisoblayda, keyin topgan pulingizni hisoblang, ikkovi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Shuncha pulni qayerdan oldim deb odam o'ziga hayron qoladi. Ha, qilgan xarajati shundayda. O'sha uchun endi bu ham bir dard ustida chiqqan bo'lib, katta kredit topib qo'ymaslik kerak-da. Hamma o'zi imkoniyatiga qarab shunday qilgani o'zi yaxshi. Oldingi safargi gapimda 80 million, 90 million, 100 million puli bor odamga men kredit tavsiya qilmayman. O'sha 80 million, 90 million mashinani o'zini olib minichaversin. Aka, endi sizni o'zingizni oldingizga kelsa, taksichilik qilmoqchiman. Qo'limda bir 15 million, 20 millionda pulim bor. Desa, qanaqa mashina o'zi tavsiya qilasiz? Ya mana 20 millionga Nexia 1larimiz bor. Beraveradi. Mana shu 20 millionga mana shu Nexia 1ni olib minib ham ro'zg'orni qilayotganlar ko'p. Sal o'shandan ko'tarilib almashtirib Конечно, zato kredit to'lamaydi. Mayli kuni nima deydi, 100 ming yoki 200 ming topmasinda kuni 75 ming topsin. 200 ming topmasinda 75 ming topsin. U 200 ming topgani var to'da qilib, birovga 5 million, 6 million kredit to'laydimi? Endi o'ylab ko'ring, 200 ming topgan yutami, 75 ming topgan yutami? Shuni. 75 ming topgan 100% yutib ketadi. Halovati ham o'zida bo'ladi. Конечно, bir ikkita og'ayni telefon qilsa bora oladi. To'y ma'rakalar bora oladi. Kreditga olgandan keyin kuni pul topish kerak. Majbur bo'lmaydi agar naqd olsa. Ha. O'shanday odamlarga ham mana mashinalar bor. Misol Nexia 20 millionga bor. Nexia 1lar. 20 millionlarga ham Nexia 1lar Ha, berasiz. bo'ladi. Bo'ladi. 20 million, yana 5 million naqd pul bilan kelishsin, 20 million, yana 5 millionga o'sha Nexia 1larni beraveraman. Endi bizani aka oldindan kuzatib keladiganlar biladi, o'sha Nexia 1larni o'zini 20 millionmish, 20 million to'lashga ham beraverganmiz. Xudo xolisa o'shani yana yo'lga qo'yamiz. Hali emas, yo'lga qo'yamiz uni yana. U yana davom etadi. Yana davom etadi. Xudo xolisa, G'anshir kanal obunachilari kuzatib boringlar. Bu narsani biz yana yo'lga qo'yamiz. Balkim keyingi oydir, balkim undan keyingi oydir shu narsani yo'lga qo'yib boshlaymiz. Tradingga hisoblab qolingan mashinalarni o'zini puli 10 oyga bo'lib berish shart. 10 oyga, masalan, 20 million bo'lsa, 5 million bersa, qolgan 15 millionda oyiga 1,5 milliondan. Xuddi shunday. Xuddi o'shanday tushadi. Bu narsalar bizga pul qo'yilmaydi ustiga. Shunday, bunaqa narsa hech qaysi joyda bo'lmagan hali aka. Kim maqtansa ham, boshqa narsa qilsa ham qilib berolmaydi bu narsani. Bu aniq, realniy. Hamma gapda gap yotadi, lekin men gapim tayyor, imенно manni olganlar hammasi bilan u narsalar tayyor gap qo'yilmagan. Bu chin dildan berilgan. Bu chunki bizning o'zimizni bir ikkita foydali ishlarimizdan kelib chiqqan pullarni shunda odamlar ham foydalanish uchun qilingan narsa. Eng zo'r tomoni aka, yangi yilda 100 million pul qo'ygan edingiz. O'shanda Nexia 1 olgan kishilar ham yutib oladi o'shanda. Ha. Bu televizor ham Nexia 1 olgan odamga chiqdi bir kishiga. Nexia 2 Dehqonovatli. Ancha xursand bo'lib ketdi shu. Aka ham Moskvaga ekanlar, ko'rib turgan ekanlar prami. Ancha xursand bo'lib qoldilar. Endi Xudo xolasa mana keladigan pandemiydan 20-chisidan deyilgan edi o'zi. 20 deydi. 20-chisidan yana yozdirib tayyorlashni boshlaymiz. Start beriladi. Ehsonni kuni aniq emas, ehsonlarimiz aniq. Endi Xudo xolasa bir 60 ta televizor qo'yamiz. Ko'proq. 20 ta emas, 60 ta televizor qo'yamiz.
yana yoniga biror nima qo'shamiz. Ag'ib 100 ta sovg'a qilamiz yana. Salkam 100 million atrofida bo'ladi menimcha men pulimiz. Endi Hisoblaysiz. biza pul qo'yamiz dedi, bir kishi yo'q, pul qo'ymanglar. Xuddi sizlar ehson qilyapsizlar, ximordek bo'lib qolmasin. Odamlarga kerakli narsa qo'yinglar. Shunday degani, 60 ta televizor qo'yamiz dedik o'zimiz. Fikrlarni inobatga olib 60 ta televizor, keyin yana qo'shimcha sovg'alar bo'ladi. Beramiz. Misol 1000 ta sotarmiz o'shangacha mashina, yo 800 ta, balkim 600 ta, 500 ta nechta sotilsa ham yutish imkoni ko'p bo'ladi-da, sonini ko'paytirsak beg'ini ham sovg'ani. shunday. Zato hamma xursand bo'ladi. Ko'pchilik xursand bo'ladi. 20 kishiga 10 kishi emas, 60 kishi xursand bo'ladi. Xudo xolasa. Endi bari 100 ta qilamiz sovg'ani sonini. 60 ta televizor bo'lsa, ag'iga ham mikrovalnovka ham mana shunday narsalar qo'yib taylaymiz. Yana qo'shimcha narsalar ham 100 ta bo'ladi. bo'ladi-da, obshi. 100 ta sovg'a chiqaramiz xudo xolasa. Ha. Shuning uchun do'stlar kuzatishda davom etinglar. 20-dan start beriladi. Xudo xolasa. Shunday. Ish vaqtidagi har kuni Har kuni subota kuni ham ish, bozor kuni ham ish. odam bo'ladi har kuni. Subota bozor kuni hujjatli ishlarni qila olmasa ham taxlab qo'yamiz. Ha. Bemalol kelishuvsiz bo'ladi. Pachka Cobalt mashina olaman deganlar bozor kuni subota kuni demasdan kelsa beraman mashinani. Shot so'rab kelsin. Ha. Pachka Cobalt olaman deganlar. Ha. Iloji bo'lsa ish kuni kelsa ancha yaxshi. Ish kuni kelsa hammasi ham yaxshi nima. Subota bozor kuni vaqti bir odamlar kelsa, misol Pachka Cobalt olmoqsa, mashinani berib olaman deb shot so'rab yozdirib. Ha. Bemalol dokumentlarni haydab ketoladi bir kun ikki. Bemalol. Ha, shunday. Bunaqa muammo bo'lmaydi. Shu eski gapim yana bayağı shu tanlov odamlar o'zini qo'liga 4 million 5 million yetmasa o'zim misol yordam qilaman. Mana shu gapimni aytib Surxondaryolik aka qani? Tashqari ham Surxondaryodan kelishgan. Ha. Sizgami shunday deb 3 million pullar yetmayapti-da, yaxshi mashina. Bo'lmaydi. Kutib turishga. Ha, ha. Ya, shunday aytibdilar, guringni o'zi aytib tayyorlayaptilar. Bo'ldi, yaxshisini bering, 3 million yetmagan, sizga 10 kundan keyin jo'nataman. Gapi aka. Ha, boya kelgan ekanlar. Surxondaryolarga. Shunday-da. Unda Akmal aka qolganlarga ham shunday yordam qilasiz agarcha yetmay qolsa. Farqi yo'q. 3 million 5 milliongacha yetmasa 5 kun 10 kun qarab turish anonimiz bor, bemalol. Keyin mashinalarimizga 100% garantiya beramiz. Qayerga nima, kraska, probek, u narsalarda hech qanday nima yo'q. Bizdan kelib qimmat deyuvchilar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib grafiklarimizni olib boshqa joy bilan borib ko'rishsin. Faqat telefondagi ishonib qolmasdan borib ko'rish kerak. Ko'p joylar o'zi borsangiz o'zi boshqa chiqib ketishadi. O'shanday. Bozor kuni kelsa, bemalol bozor bilan 2 marta solishtirishsin. Bir marta ham emas. Bozor bir qadam shunday yo'l tarafi bozor. Shuna yo'l tomon o'tishsin, bozor bilan shuna biz ham mashinalarni solishtirib chiqsin, o'zi tushuna oladi. Bozor kuni o'zi avvallar bozor kuni mashina uncha sotmas edik. Hozir endi bozor kuni 10 ta, 15 ta, mana o'tgan bozor ham 10 tadan oshiq mashina sotildi. Hammasi bozordan kirib chiqib oladi. Sabab bilishyapti qayerda qanaqa. To'g'ri ekan deb olishadi. O'shanda xohlasa bozor kuni umuman farqi yo'q. Qimmat deyuvchilar uchun-da bu. Ha. Qo'limdan kelsa, qani, men bir zavodda direktor emasman-da. Narxlarini tushirib taylayman. Shu imkon darajasi arzon olib, arzon sotishga harakat qilamiz. Imkon darajasi. Arzon olib qimmat sotishga emas, arzon olib, arzonroq sotishga harakat qilamiz. Imkon darajasi. Agar bitta menga qarab qolgan joyi bo'lsa, dayvo to'kib taylaychidim narxini. Hammasini Cobalt-gacha o'zini puliga chiqaradi. O'zini pulidan ham arzon qilamiz, qo'limga emas. Shunday. Shuning uchun yana ham qo'shimcha ma'lumotlar uchun aka ekranda nomer bo'ladi har doimgidek. Qo'shimcha ma'lumotlarni olishadi. Undan tashqari Instagram bor, Telegram bor. Kunlik ma'lumotlarni olishadi. Shu bilan videomizni yakunlaymiz aka. Sog' bo'linglar. Rahmat aka bergan Charchamaysiz. uchun. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha.